Bir dona bo'lsa ham baliqqa qiziqadigan tanishingiz borligi aniq bu videoda jo'natib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Birinchi o'rinda tabiatini aytib o'taman sizga. Bir tomonida tentak soy, bir tomonida qora ariq. Qora ariqda tiniqligini ko'rib, o'zingiz ham maza qilib olasiz. Bir tomonda 2 gektarlik sizni kutib turgan baliqchilik ferma, ko'l tayyor holatda. Agar mabodo ishchi olaman desangiz ham ishchi uchun sharoitlar ham bor. Atroflarda archa, o'tish joylarini aytmaysizmi, yo'ldan uzoq emas, kirayotganingizda sizni shunaqangi bir chiroyli, noodatiy ko'priklar kutib oladi. Undan tashqari viloyatimiz hokimi tomonidan qurib berilgan katta ko'prik ham bor. 500 metr uzoqlikda. Mabodo siz fura olib kiraman deysizmi yoki bir KAMAZ olib kiraman deysizmi, hamma sharoitlar shu yerda bor. Narx masalasiga keladigan bo'lsak, firmasi bilan birdaniga sizga o'tib ketadi. 49 yillik shartnomaga olingan 22.500 dollarga biz gaplashib qo'ydik. Pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. To'liq manzili Andijon viloyati Chuvomaq qishlog'idan Paxtavodda chegarasiga, arkasiga yetmasdan yo'lda bo'yida joylashgan. Biz Telegram kanalda lokatsiya qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib gaplashib olsangiz bo'ladi. Bunaqa chiroyli tabiat, haqiqiy yovvoyi tabiat ekan. Qushlarni aytmaysizmi, yovvoyi qushlarni. Maza qilib miyingiz dam oladi. Aloqaga chiqing, sizni shunday chiroyli manzara kutib turibdi.